Siz bu dunyoda bir xil bilinmagan yuqori darajalik madaniyat mavjud ekanligiga va uning boshdan oxir untinsiz holda insonlarni qo'g'dab turayotganligiga ishonamsiz yo'q. Oxirgacha ko'rsangiz, siz mening bugun demoqchi bo'lganlarimni tushunib yetishingiz mumkin. Milodiya 2013-yilning 2-oyning 15-kuni bir dona diametri 20 metrga yetadigan, eg'irligi 7000 tonnaga yaqinlashadigan kichik sayyora sekundiga 18 kilometrlik yuqori sur'atda Rossiyaning Chelyabinsk shahriga qarab uchib keldi. Necha yuz ming odam bu qo'rqinchli manzaraga o'z ko'zi bilan shohid bo'ldi. Ko'ruvchilarning ishdan keyingi aslishiga asoslanganda bu kichik sayyora osmon bo'shlig'ini kesib o'tganda quloqni yarg'udek portlash ovozi hosil qilgan. Orqadilla bir uzunligi 10 kilometrga yetadigan izna qoldirib qo'ygan. Shuningdan keyin portlash hosil qilgan yorug'lik darajasi hatto andala ko'tarilayotgan quyoshnikdan o'shib ketgan. Lekin talaylik bo'lgani u bevosita yer yuziga so'qilmagan. Balki yer yuziga 40 kilometr keladigan havo bo'shlig'ida hech qanday beshoratsiz tuyuqsizlik portlagan. Shu amon u 30 dona atom bombasi bir vaqt portlagandagi energiyaga barobar keladigan energiya qo'yib bergan. Kuchlik so'qilish to'lqini Chelyabinsk shahridagi 3000 ga yaqin qurilishning ig'ir buzg'unchilikqa uchrashini keltirib chiqargan. Lekin talaylik bo'lgani portlashdan keyin paydo bo'lgan har xil parchalarning ko'p qismi atrofdagi Chebarko'l ko'liga tushgan. İşten keyingi statistikaga asoslanganda bu qitimliq voqea jami 1400 dan ortiq odamning yaralanishini keltirib chiqargan. Buning ichidagi ko'p qismlari chashirgan aynak parchalari tarafidan zaxmlangan bo'lib, hayot xavf uchirmagan. Lekin g'alati bo'lgani shunchalik bir kichik sayyora yer shariga so'qilishdan burun uning harakat orbitsiyasi darvaqa hech qanday bir o'lchash uskunasi tarafidan bayqalmagan. Toki u atmosfera qavitiga kirgandan keyin ondan Fransiyaning bir meteorologiya sun'iy amroyi tarafidan ko'zitib chiqilgan. Bu nurg'un shahar aholilarini g'azablantirgan hamda ularni tushunishga amalsiz qoldirgan. Bir haftadan keyin Rossiya Federatsiya olam qatnashi idorasi bu qitimliq voqeaga vaqtida ogohlantirish chiqarilmaganligi to'g'risida tushuncha bergan. Kichik sayyoraning tushib ketishi oz ko'rilmagachga, asosan har yili 500 atrofidagi meteorit yer shariga so'qilgachqa, yana kelib uning atmosfera qavitiga kirgandan keyingi harakati qonuniyatsiz bo'lgachqa, Rossiya olam qatnashi idorasi hamda chet eldagi o'lchash markazlarining hammasi bu kichik sayyoraga nisbatan xotirlash elib bora olmagan. Ularning so'zi bo'yicha aytganda, kichik sayyoraning eng oxirida Chelyabinsk shahriga tushishi butunlay tasodifiylik ekan. Lekin bu haqiqatan bir zo'rma-zo'r tushuntirish. Ba'zilar hatto hukumat taraf qasddan bir ishlarni yo'shiryotdi deb qaragan. Shuning bilan ular ish yuz bergan vaqtdagi avtomobil yurishini xotirlagich tortib olgan ko'rinishlarni qaytarib ko'rgan. Bu vaqtda ular ondan ishning haqiqatan tasavvurdagidek uncha oddiy emasligini bayqagan. Sin ko'rinishni onasi osiltib bir taraf qilgandan keyin biz kichik sayyoraning uzun quyrug'ini so'rab, intayin tez suratda osmon bo'shlig'ini kesib o'tganligini ko'ra olamiz. Lekin u yer yuziga tushishdan avval shu paytda uning orqa tarafida quyuqsiz bir sirliq jism paydo bo'lgan. Hamda darhol bu sayyorani teshib o'tgan, ondan shiddatli portlash hosil bo'lgan. Bu g'alati jism zodi nima? Kishilar buning harbiy taraf qo'yib bergan to'sqichi boshqarilgan sinorat ekanligidan gumonlanishga boshladi. Balkim nihoyat ko'p kishilar bilmasligi mumkin. Chelyabinsk shahri bo'lsa Sibiriya cho'ng temir yo'lining boshlanish nuqtasi, Rossiyaning muhim qatnash tuguni va sanoat markazi. Uning atrofida yana bir g'oyat zo'r yadro elektr stansiyasi bor. Agar bu sirliq jismning qutuldirishi bo'lmagan bo'lsa, kichik sayyoraning yer yuziga bevosita so'qilishi hamda yadro elektr stansiyasining portlashini keltirib chiqarishi nihoyat mumkin edi. Bu xil ahvolda oqibatni tasavvur qilmoq intayin qiyin. Keyin olimlar meteorit parchalariga nisbatan tafsiliy analiz olib borgandan keyin bu sirliq jismning ximiylik portlash orqali kichik sayyorani hukm talqon qilmaganligini, aksiya bevosita fizika ilmidagi yuqori energiyalik harakat energiyasidan foydalanganligini bayqadi. Bilishimiz kerakki, o'z vaqtida bu kichik sayyoraning harakat sur'ati hatto sekundiga 18 kilometrlik sur'atdan eshib ketgan. Bu bir intayin qo'rqinchli sur'at. O'z vaqtida dunyoda hech qanday bir davlat buncha tez ucha oladigan sinoratni aslo yasab chiqa olmaydi. Bugungi fan texnikani nazarda tutgandimi, bu yanada amalga oshmaydi. Shuninglik bilan insonlar tarafidan etib tushirib etilgan degan qarash nazardan saqit qilingan. Undaqda bu sirliq narsa zodi nima? Esingizda bormi yo'q bilmadim, 1908-yilga o'xshashlar Rossiyada yuz bergan Tungus cho'ng portlash voqeasi bizni vahimaga solgan edi. O'z vaqtidagi kichik sayyorami yer yuziga so'qilmay, o'xshashlar bo'shliqda portlab parchalanib ketgan. Ajaba, rostla shuncha ko'p to'g'ri kelib qilishlar mavjudmi? Bularni inchik tafakkur qilsak, haqiqatan odamni o'yga soladi. Siz ilgari insonlarning har qitimliq kichik sayyoraning yer shariga so'qilish voqeasida muvaffaqiyatli holda hayot qolganligining haqiqiy sababi ustida astoydil o'ylanib boqqanmi yo'q? Bu bepoyon olamda rostla bir xil bilinmagan yuqori darajalik madaniyat boshdan oxir untinsiz holda bizni qo'g'dayotganda yo'q. Bo'ldi, bu qitimliq mazmun oxirlashdi.